jigarda внутрипечёночный yo'llar bo'lishi ham mumkin. Bu hozirgi vaqtda o't dimlanishi bilan bog'liq proseslar. Og'riq o'zidan o'zi emas. Demak, o'tda qayerdadir dimlanish prosesi bor, o't yo'llarida, o'tda o'zida emas. Qop toza bu bo'yicha masala yo'q, chunki o'zi tekshiruvda qilingan vaqtda o't qopida tosh chiqmagan. Va zagib ham u darajada yuqori emas. Bu zagib почти 60% sonda bo'ladi, lekin bilirubin oshmaydi. Hozir bilirubin oshgani sizda asosiy sabab, demak, o'rtada nimadir obstruksiya bor, ya'ni tiqilish bor. Bu tiqilish o'zidan o'zi bo'lmaydi. 45% o't qop qisqaruvchanligi turibdi, ya'ni gipomotor diskineziyasini poziriya, bu hozirgi vaqtda sizda o't qopida qisqaruvchanligi ham pastroq. Bu narsani to'g'rilash maqsadida kerakli davo chorasi bo'ladi, lekin mana buni lecheniyasi bilan birga bitta tekshiruv kerak bo'ladi. MRT xolangografiya degan narsa bor. Bu narsani aniq qilib ko'rish kerak, chunki o't yo'llarida tosh bo'lishi ham mumkin. Hozir biz lecheniyani to'liq yozaveramiz, lekin parallelni o'zingiz uchun MRT xolangografiyani ko'rish kerak. Bu narsa siz o'zingiz uchun ham kerak bo'ladi. O't yo'llarida agar tosh bo'ladigan bo'lsa, o'zi bu umuman boshqacha bo'ladi. Lecheniya podxodga ham biz o'zi o'zgartirish kirgizishimiz kerak bo'ladi. Shuni o'tib yana bir vaqtingiz bo'lgan vaqt men oldimga kelasiz, men sizga hozir kerakli narsani yozaman, og'riqlar qo'yib yuboradi, xudo xolasa. Hazm ham normaga qaytadi, bo'yicha masala bo'lmaydi. Va o't qopida qisqaruvchalik 45 emas, o'zi 60% gacha ham chiqadi.